Allergiya. Allergiya so'zi yunoncha bo'lib, boshqa, o'zga, begona degan ma'noni bildiradi. Atrof muhitning allergenlar deb ataluvchi ba'zi omillari, kimyoviy moddalar, mikroblar va turli oziq-ovqat ta'siriga organizmning o'ta sezuvchanligi allergiyani keltirib chiqaradi. Allergik kasalliklar juda qadim davrlardan ma'lum. Ba'zi odamlar ayrim ovqat mahsulotlarini iste'mol qilganda me'da-ichak faoliyati buzilib, badaniga eshak yemi toshishini Gippokrat miloddan avval 4-5 asrda aniqlagan. Gul isidan ba'zilarning tumov bo'lishini 2-asrda Galen ma'lum qilgan. Shu kabi ma'lumotlardan bilishimiz mumkinki, allergik kasalliklari qadimgi tibbiyot vakillariga ham ma'lum bo'lgan. Masalan, Abdurahmon Jomiy jahonning qonidan yeganda taom ortiq yeb o'z ranjing cho'zmagil mudom. Mahsum Vasiliy jahonda parhezi bo'lgan kishi doim salomatdir, ko'rgan narsani og'zi aro tiqmoq malomatdir deydi. Abu Ali ibn Sino agar yegan bo'lsangiz quyuq ovqat, suyuq ovqat yemang, ketidan hech vaqt deydi. Nizomiy Ganjaviy esa oz yeydi, ko'p kishi sog'lom bo'ladi. Oz yeydi, ko'p kishi sog'lom bo'ladi, ko'p yeydi, ko'p sog'lom tezda o'ladi. Keyingi vaqtlarda aniqlanishicha, allergik kasalliklarning keng tarqalgan turlaridan biri uy-ro'zg'or allergenlaridir. Bular orasida uy changi, gilam, kiyim-kechak, ko'rpa-to'shaklardan chiqadigan chang, zax uylar devorlarida bo'ladigan mog'orlar, uyda uchraydigan qandala, suvarak singari hasharotlar tanasining mayda qismlari, hayvon junlari va boshqa ifloslangan narsalar allergiya kasalligi kelib chiqishiga asosiy sabab bo'ladi. Ba'zan kir yuvishda ishlatiladigan turli xil kimyoviy moddalar ham allergiyaga sabab bo'lishi mumkin. Uy-ro'zg'or allergenlari ko'proq nafas yo'llari kasalliklari, bronxial astma, allergik tumovni keltirib chiqaradi. Hozirda allergenlarning juda ko'p turlari qatorida uy changi allergenlari ham aniqlangan bo'lib, unda ko'z ilg'amas kanalar borligi ma'lum bo'lgan. Bular chang bilan birga nafas yo'llariga kirib qoladi va kasallik qo'zg'atadi. Eng kuchli allergik ta'sir ko'rsatuvchi turlar uchun asosiy ozuqa manbalari odam terisidan ko'chgan yupqa epidermis po'stlog'i hisoblanadi. Shuning uchun ular to'shakka in quradi. Tunda odam uxlayotgan vaqtda bu yerda mitti kanalarning yashashi uchun eng qulay sharoit vujudga keladi. Bu kanalar qulay sharoitga tushishi bilan tezda ko'paya boshlaydi. Kanalarni yo'qotish maqsadida bemor yotgan xonadagi ko'rpa-to'shaklarni tez-tez shamollatib turish va chang yutgich yordamida uyni tozalash, pollarni osh tuzining 20% eritmasi bilan yuvish ham ularga qarshi kurashning eng foydali choralaridan biridir. Ko'rpa, yostiq jildlarini yuvishdan avval ularni tuzning 5-10% eritmasiga solish ham samarali usul hisoblanadi. Ulardan tashqari yalpi mevalar gullaganda havoda ortiqcha gul changi ko'payadi va nafas yo'llari orqali o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni allergiya boshlanib birinchi bor tumov shaklida kasallik paydo bo'lishi, unda bosh og'rish, burundan suv oqish, isitma ko'tarilishi mumkin va hokazo. Eng og'ir o'tadigan allergiya bu dori allergiyasi hisoblanadi. U o'z alomatlariga ko'ra bir necha xil bo'ladi. Kvinki shishi, anafilaktik shok, eshak yemi, zardob kasalligi, allergik dermatitlar shular jumlasidandir. Antibiotiklar va boshqa og'riq qoldiruvchi dorilarni har doim va me'yoridan ko'p iste'mol qilinishida ham inson organizmida dori allergiyasini, ya'ni kasalligini paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Kvinki shishi yuzda, labda, qovoqda, burun atrofida, tanosil a'zolarida to'satdan paydo bo'ladi. Uning halqumda bo'lishi xavfli hisoblanadi.
Anafilaktik shok bemor ahvolining yomonlashuvidan boshlanadi. Bemor tez-tez bezovta bo'ladi, nafas olishi qiyinlashadi, ketma-ket yo'taladi, tana harorati oshishi, hushdan ketish hollarini yuzaga kelishi, qon bosimining pasayib ketishi anafilaktik shokning asosiy belgilaridir. Bunday holatda o'z vaqtida yordam ko'rsatilmasa, bemorning ahvoli og'irlashib, oqibat fojia bilan tugashi mumkin. Eshak yemiyda terida asosan pufakchalar paydo bo'ladi. Toshma toshishidan oldin terining o'sha joyi qattiq qichiydi. Bemorning isitmasi baland bo'lishi mumkin. Bemor holsizlanadi. Zardob xastaligi allergiyasining kelib chiqishi, bemorni davolash maqsadida zardob yoki emlash muolajasidan so'ng 2-14 kun o'tgach ba'zi odamlarda xastalik paydo bo'lishi mumkin. Bunda bemorning ahvoli og'irlashadi, tanasiga toshmalar toshadi, harorati baland bo'ladi, bo'g'inlari og'riydi, limfa tugunchalari va halqum shilliq qavatlarining shishishi kuzatiladi. Allergik dermatitlar esa terining o'tkir yallig'lanishidir. Bunda teri och qizil rangga kirib shishadi, pufakchalar paydo bo'ladi, teri qichishadi, qizib ketganday tuyuladi va achishadi. Dori-darmonlar ta'sirida shunday og'ir xastaliklarga chalinmaslik uchun dorilarni kerakli paytda faqat shifokorlarning maslahati bilan qabul qilish lozim. Donishmand Luqmon Hakim aytganidek, kimki ko'p yeyishdan saqlansa, ko'p dori ichishdan ozod bo'ladi. Shuning uchun tabiatning ne'matlaridan bahramand bo'lgan har bir kishi bu og'ir kasallikdan forig' bo'ladi. Kasallikni davolash usullari. Qadim zamonlarda tabiblar olma sirkasini har doim o'zlarining yonlarida olib yurishgan. Ular olma sirkasi bilan teridagi har xil toshmalarni, yaralarni yuvishgan. Olma sirkasida 20 ga yaqin darmondorilar, mikro, makro unsurlar va boshqa birikmalar mavjud bo'lib, ular orasida pektin fermenti oshqozon ichakda ovqat hazm qilish jarayonida asosiy rol o'ynaydi, xuddi olmaga o'xshab. Odamlar orasida shunday maqol bor: agar har kuni bittadan olma yesangiz, unda tabibga borishning hojati qolmaydi. Olma sirkasini teng miqdorda suv bilan aralashtirib, qora qotgan non bilan bir choy qoshiqdan kuniga bir mahal ichib turilsa, insonni semirishdan saqlab qoladi hamda qondagi xolesterin moddasini kamaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi. Arterioskleroz va gipertoniyaning oldini oladi. Allergiya kasalligida ishlatilsa yaxshi natijalar beradi. Abu Ali ibn Sino allergiya kasalini davolashda yalpiz qaynatmasini anjir bilan birga aralashtirib iste'mol qilishni buyurgan. Bu aralashma kuchli ta'sir etadi, ayniqsa tog' yalpizi ishlatilsa. Qaynatib pishirilgan sholg'omni allergiya boshlanish paytida doim iste'mol qilib turilsa, kasalga davo bo'lib ijobiy natija beradi. Allergiya xastaligi terida pufakchalar paydo bo'lsa va qichisa, qizarsa, isiriqni qaynatib suviga cho'milish tavsiya etiladi. Buning uchun isiriqni mevasi bilan bandini maydalab qaynab turgan suvga solinadi va 2-3 daqiqa qaynatiladi. Shu qaynatma bilan cho'miltiriladi. Ibn Sino teridagi toshmalarga uzum sirkasini ishlatgan, sirkaning o'zini teriga surtib surgan va aytgan: sirkadan qichima, quturuv, toshmayu sepkilga surkalsa, bog'lansa, yo'qotadi butkul. Dori allergiyasida eng shifobaxsh xususiyatga ega bo'lgan qimiz, ya'ni biya suti, qimizning shifobaxshligi haqida tarixiy manbalarda ham talaygina ma'lumotlar bor. Antibiotiklarni uzoq muddat iste'mol qilish ba'zan modda almashuvini buzadi. Chunki antibiotiklar ichaklarda V gruppasiga kiruvchi darmondorilarni hosil qiluvchi mikroblarni o'ldiradi. Qimiz esa shunday darmondorilarga boy. Har kuni ovqatlanishdan oldin 1-2 stakan qimiz iste'mol qilib turish tavsiya etiladi. Abu Ali ibn Sino organizm boshqa bir tashqi muhitdan ta'sirlanib xastalanganda doim iste'mol qilib turish uchun chakkani, ya'ni suzmani buyurgan.
Inson organizmiga eng kerak bo'lgan o'nlab turdagi oqsillar va darmondorilar faqat chakkada, suzmada mavjud. Xalqimiz chakka, ya'ni suzmani qurt, ayron, yovg'on, xo'rda va boshqa xil taomlar sifatida iste'mol qilganlar va shu tufayli kasal bo'lmaganlar. O'zlari sog'lom, ranglari tiniq bo'lgan. Allergiya bilan og'rish bu radiatsiya ta'siriga, organizm qarshiligining susayishi va boshqa shu kabi xastaliklarga chalinish tanada kalsiy moddasining yetishmasligi oqibatida sodir bo'lishi mumkin. Shunday hollarda kalsiy moddasiga boy bo'lgan tuxum po'chog'i yordam berishi mumkin. Hatto tuxum po'chog'i radionukleidlarni tanadan chiqaruvchi g'oyatda foydali vosita ham hisoblanadi. Undan radiatsiya bilan zararlangan joylarga samarali foydalanish mumkin. Uning tarkibida organizm uchun kerakli bo'lgan barcha mikroelementlar, shu jumladan mis, ftor, temir, fosfor, oltin gugurt, kremniy va boshqa hammasi bo'lib 27 ta element mavjud. Har kuni tuxum po'chog'ini havonchaga yanchib, unidan yoshga qarab 1,5 grammdan 3 grammgacha tanovul qilish tavsiya etiladi. Nafas yo'llari shamollaganda allergiya, bronxit, laringit va boshqa shu kabi kasalliklarda eng foydali davolash usuli bug' bilan ingalyatsiya qilishdir. Yaqinda Amerika Steam qulay ixcham ingalyator ishlab chiqardi. Unga hammasi bo'lib 50 gramm suv ketadi va bu suv elektr toki yordamida isitiladi. Qurilmaga maxsus panjara o'rnatilgan bo'lib, u isitilgan suvning bug' oqimini tartibga solishga yordam beradi. Ingalyatorni og'zi tuzilishi yumshoq va shaffof plastmassadan yasalgani sababli chiqayotgan bug'ni havo bilan aralashtirib, tabiiy nafas olishni ta'minlaydi. Unga solingan suv yarim soat ingalyatsiya qilishga yetadi. Suvga yalpiz, tog' rayhon va boshqa dorivor o'simliklarni qo'shish mumkin. Bilasizmi, qadimiy ruboiylardan yillab u haftalab xoh ertayu kech uyingizdan 10 narsa arimasin hech. Qatig'u, xoh go'shtu, dudma, yog' hasib. Qatig'u, xoh go'shtu, dumba, yog' hasib, asalu non, meva, saryog', shinniyu guruch.